Hi everyone. Bugun sizlar bilan ingliz tili fonetikasiga oid va ingliz attestatsiya ko'p uchrayotgan like vowels and tense vowels haqida gaplashamiz. Bular nima? Bular tovushlarning qisqa va kuchsiz qilib o'qilishi yoki tarang kuchli qilib o'qilishi. Like vowelslar tovushlarning qisqa o'qilishi. Tense vowels esa tovushlarning cho'zib o'qilishi. Like vowelda qaysilar kiradi? Misol uchun bit qisqa i harfi. Bit. Bit. Qisqa i. Bit. Bat. Qisqa a harf. Bat. Ko'ryapsiz? Tovushlar qisqa o'qiladi va kuchsiz. Endi tense vowels. Bunda tovushi cho'zibroq, kuchliroq o'qiladi. Bunda muskullar qattiqroq ishlaydi. Uzun i harf. Bit. Boot. Uzun u harf. Boot. Kart. Uzun a harf. Kart. Tense vowelslar tovushlarni qisqa qilib o'qilishi, tense vowels esa tovushlarni cho'zib o'qilishi. Food. Agar like vowels bo'lsa l harfini o'qiymiz, tense vowels bo'lsa t harfini o'qiymiz. Hop, like food. Bu tense vowel. Sit. Bu like vowel chunki qisqa. Bot. Bu tense vowel chunki bet. Bu like vowel. Lit. Bu qisqa like vowel. Lead. Bu tense vowel.